Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Jirafa universal drabilkamizni ko'rdinglar. 2026-yilda eng ko'p sotilayotgan 380 lik monsterimiz hamini ko'rdinglar. Monster drabilkamizda 220 voltligidan yetib keldi. Xudo xolisa skalatimizga 220 volt monster drabilka. Bu yoqdan hashay mahsulotlari, mana kadrni olib keling. Hashay mahsulotlari uchun kattagina bunkeri joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Don mahsulotlarini ham jirafada kichkinaroq bo'lardi. Bunisida katta qilib ishlangan. Bir 30-40 kilocha don ketadi. Bunimizda qulaylik tarafi changitmasdan siklon orqali chiqarib beriladi. Bu yoqdan donlarni solsanglar yoki hashay mahsulotlarini og'izlari yopib qo'yilgan taqdirda bu yoqdan siklon orqali chiqariladi. Bu yoqdan kakdiy muhit qilib tepaga changini chiqarib olsanglar bo'ladi. Bu monster drabilkamizga keladigan bo'lsak, motorlari keladigan bo'lsak 5,5 kilovatli 5,5 kilovatli 3000 oborotli через Raymond aylanadigan motor bo'ladi. Через Raymond orqali aylanadi. O'zida tok ko'rsatadigan datchiklari bor. 220 voltga ishlaydi. 380 monsterda 220 varianti bo'ladi bu. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismi segmentlar bilan joylashgan. 1 2 3 4 5 qatorli segmentlar bilan 1 2 3 4 tadan malatkoylari bor mana. Bu tarafida ham bu hashaylarni kesish uchun hashay mahsulotlarni birinchi tiqqan paytinglarda mana bu resori bor, 3 ta resor bilan kesiladi, o'tkir tig'li resor. Bu yog'ida ichki qismida don hashay mahsulotlarini kutib oladigan malatok, segment, imam mana sotalarni urib beradigan o'zida qalin temirlari bilan jihozlangan. Ichki qismiga gap bo'lishi mumkin emas. Men pichoqlarni sanay olmadim. Agar sanagan bo'lsanglar kommentariyaga yozib ketinglar. Pachinilari keladigan bo'lsa, pachinilari maslinli moylanadigan pachinnilar bo'ladi. Bu yoqqa siklonga o'tkazib yuboradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafini ham ventilyator bor bu yoq qismida. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu siklonli drabilkamiz O'zbekistonda hozirgi kunda yagona bo'lib turibdi. Xudo xolisa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlarimiz 24 ga 7 ishlab turibdi. Bemalol telefon qo'rasalar. Siklonli drabilkamizning qulay jihatlaridan biri, yana bir tarafi don mahsulotlarini ham bu siklondan ham past tomondan chiqarishingiz mumkin. Bu siklonli drabilkamizda xohlasanglar to'kib qo'yasizlar, xohlasanglar sotalarni tashlasanglar ham bo'ladi. Mana o'zida Xitoy birkalari bilan turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana keling ko'rsating. Motorimiz oboroti 2800 soat minutiga 2800 marta aylanadi. Через Raymond bo'lgani uchun 3600 ga berilgan. Mana Xitoy yozuvlari bilan turibdi. Konkret narsa, xudo xolisa materiallari ham qalin. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran ustidagi nomerlarga telefon qilinglar. Ishlash holatlarini ham Xitoy chorva texnikalari Instagram, YouTube, Telegram sahifalarimizda qo'yib boramiz. Bu drabilkamizda 4 xil setkasi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hashay, don hammasiga ichida ham bitta mayda setkasi turibdi. O'ta maydasini qo'yib qo'yganmiz ichida. Mayda setkasi yo'q deydiganlar uchun. Ichida ham setkasi bo'lib turibdi. 4 xil setkasi bilan jihozlangan drabilkamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.